Hammaga salom do'stlar, mening ismim Biyort va do'konimiz tayyor bo'ldi. Shunchaki qaranglar qanchalik chiroyli, hammasi qishloq uylarga o'xshasin deb mana bunaqangi stilda qurdim va sizlarga aytsam, uni bugun erta ochamiz. Shunchaki u yerda sotishga tovarlar kirsa bo'lgani. Bizni do'konimiz endi qishloqdagi top 1 bo'ladi. Faqatgina meni narsalarim qayerda, lekin topa olmayapman. Nahotki Vinsni yonida qoldirib ketgan bo'lsam, bo'lishi mumkin. Mayli, qani yoniga borib ko'raylikchi. Albatta ishonchim komil emas, chunki bir necha kundan beri uxlaganim yo'q bu ishlar bilan. O'zingiz bilasiz, avvalgi videolarda nima bo'lganini. Shunga men ozgina dam olmoqchi bo'lib bugun uxlagandim, lekin narsalarni topa olmayapman. Shunchalik qattiq uxladimki, o'tgan kuni deyarli eslay olmayapman. Katta ehtimol bilan yoki Vinsni oldida qoldirganman yoki shunchaki ko'chada uxlab qolgan bo'lsam, meni narsalarimni o'g'irlab ketishgan, keyin esa kimdir meni uyimga olib kirib qo'ygan. Chunki do'stlar, meni inventarimda bilasizlarmi nima bor edi? 3 ta temirli instrument, albatta bolta, lopatka va kirka. Undan tashqari olmosli motiga, mayli. Mirqiq yo'qoldi. Qiziq, shu tarafda bo'lish kerak edi. Mayli, unda yoniga yonayotgandim ke. Janob mer. Do'stlar, yaxshi ham aytib qo'ymadim. Nimani aytmading? Men xullas bu yil unchalik ham yaxshi bo'lmadi bizni ekinimiz. Hammada shu, davay ber bu yoqqa. Oyligingni to'lab qo'ya qolay. Bo'lmasa yana yo'qolmasin pulim. Davay to'lang. Katta rahmat janob mer. Davay. Top uyingga endi. Xo'p. Do'stlar, sal qoldi. Bandit Vinsni yoniga borishim kerak demoqchi edim. Mayli, hech qisi yo'q. Asosiysi hech kim eshitmadi. Undan tashqari, biz bu yerda bir sirli ish qildik do'stlar. Hech kim yo'qmi? Chunki eshitib qolishi mumkin. Devorda ham qulog'i bor. Bu yerdagi jitelga ketibdi. Okey. Qaranglar, mana bu yerda fake bloklar bor. Ular rangi o'zgarib turibdi, lekin hech qisi yo'q. Jitellar tupoy, shuning uchun ham sezishmaydi. Mana bu yerdan bemalol kirib chiqishimiz mumkin. Buni qaranglar. Har safar blok buzmasdan, albatta salgina ishonchsizroq, chunki tasodifan kirib qolishlari mumkin, lekin boshqa ilojimiz yo'q. Undan tashqari bu yerga fakellar qo'yib chiqdim. Endi yer osti yerto'lalarimiz mana bunday chiroyli bo'ldi, hattoki ana o'lgan jitelning uyigacha. Xullas, zo'r do'stlar, bu yerda bemalol yashasak bo'ladi. Hozir men yashashni istamagan bo'lardim. Mayli do'stlar, hoy Vins, shu yerdamisan? Ochaver. Hop, hozir. Yaxshi. Salom. Nima gaplar do'kon bo'yicha? Hammasi tayyor, narsalar zakaz qilsak bo'ldi. Qo'yil, unda shu bilan shug'ullanamiz. Ketdik, davay. Aytgancha Vins, narsalarimni ko'rmadingmi? Instrumentlar. Orqadagi yashikda kecha qolib ketibdi. Yo'g'i. Yaxshi. Bo'ldi, endi ketdikmi? Ketdik, davay. Ajoyib. Nimalar zakaz qilamiz? Hozir boraylikchi. Hop, mayli. O'zi nima sotar ekan bu qishloqda? Yaxshi. Xo'sh, yaxshilab o'ylab ko'rishimiz kerak. Masalan, ovqat sotsak bo'ladi. Ovqat, bu yerda yo'qdan. Bu yerda non bor. Unda nonni shirinroqdan sotamiz. Galataskoy shaharni. Yomon. Kamera. Kameralar bor. Olib tashla. Nimaga? Jinoyat qilamizda. Jinoyat? Hazillashyapman. Axir o'zing aytding. Nimani aytdim? Men jinoyat qilamiz deganim yo'q. Jitellar tarmashadi, narsalarni o'g'irlab ketishadi deding-ku. Qurol ko'tarib turaman bu yerda. U reja o'z kuchida, lekin hech kimni o'ldirmasang kerak. Yo'q. Mayli, jitelga men do'stim bor-ku. Ana shunga aytsak, mana bu semiz bloklarni moslab beradi deraza va eshikka. Davay unda yoniga. Xo'p. Do'stlar, lekin hech kimni o'ldirmaysiz-da. Yo'q, qo'rqitaman faqat. Mayli. Do'stlar, bu bilan asabiylashib, yugurib kelishinicha alchiradigan bo'lib qolamiz. Jitel, salom, Biyort. Salom. Xullas, bizni magazinda anavi eshik yonidagi bloklarni qisqartirib bera olasan, kichkina bo'lishi uchun eshikka va derazaga mos qilib. Albatta, bir necha kunda. Katta rahmat. Bo'pti, biz ketdik unda. Xo'pmi? Faqat ehtiyot bo'l-da. Mayli. Ochiq turadi, bir necha kundan keyin qulf qo'yiladi. Bo'pti. Xohlasang o'zing qo'yib ber. Mayli. Kalitni tashlab qo'yaman. Bo'ldi. Kalitni ham qilib beradi, qulfni ham va eshik yonida bloklarni. Ajoyib. Endi esa narsa zakaz qilamiz. Uyingda telefon bor? Bor, statsionar telefon. Yaxshi, olib chiq bu yoqqa. Shu yoqqa olib chiqaymi? Mayli. Uyni ichicha, uyingni ichi 2 kishi uchun tor. To'g'ri. Bilasanmi? Nima? Aslida ana jitel mening eng yaqin do'stim emas edi. Nima? Men uni uyini sotib olmoqchi edim. Gaping to'g'ri, bu yer juda ham tor. Qanaqa sotib olasan? Shunchaki qanday? Xullas, uylar qishloqda qimmat turadi. Shuning uchun uni uyini skidka bilan olmoqchi edim. Shunchaki u green karta yutib oldi va yaqinda boshqa davlatga ketish kerak. Do'stimiz, yaqin do'stingman deb uyini olmoqchi edim. Tushunarli. Sen ham och bor ekansan-da. Shunaqaroq endi. Kimga qo'ng'iroq qilay? Hozir raqamni aytaman. 679 510 11 510 11 510 mi? Ko'tarishdimi? Yo'q.
Nimagadir ishlamayapti telefon. Ha, bo'pti, o'zim topaman yo'lini. Olib borib qo'yaver. Sen shunchaki kut, yoningga kelishadi. Nechinchi qishloq edi? 67-chi. Aha. Uying raqamichi? 15. 15-uy. Ha, 67-qishloq 15-uy. Ajoyib, bu yer. Ha, shunday shu ismga. Do'stlar, ha. U aslida mening eng yaqin do'stim emas edi, ya'ni o'lgan jitel. Hozir chiqyapman. Nima? Sizga buyurtma. Qanaqangi buyurtma? Do'kon uchun Posilka. Ha, tovarlar kel. Tak, stop. Biz bunaqa narsalar buyurtma bergan bo'lishimiz mumkin emas. Qanaqasiga? Bu yerda qanaqadir fleshkalar turibdi, to'rtburchak o'yinchoqmi, bu nima bo'ladi? Qanaqadir radarlar turibdi. Bizniki emas bu. Shoshmang, ismingiz Byor? Ha, 67-qishloq, 15-uy. Sizga. Ha, mayli. Men shu yerda mashinani tuzatib turay. Tuzatib? Ha. Mayli. Nima ham qilardik? Vinch zakaz qilgan bo'lsa kerak. Hozir olamiz do'stlar, bularni hammasini o'rganib chiqamiz. Magazin ichiga srazu demak, ertaga ochishimiz mumkin degani. Qo'yil, menga yoqyapti. Undan tashqari bugun qulfni o'rnatib ketishsa kerak, ertalabga yaqin. Shuning uchun ham ungacha ochiq turgani ma'qul. Hozir yopib ketsam yana qulflangan yoki qulf qo'yilgan deb o'ylamasin. Bepulga har qalay qilib berishadi. Tak, fleshka do'stlar kichkina narsa, shuning uchun ham kelinglar, mana bu yerga qo'yamiz. 2, 3, 4 va 5. Yaxshi, endi esa batareykalar 9 voltli. Undan tashqari bu yerda nima portativ radar nima kerak ekan bilmadim qishloqda. Ha, mayli. Istasalar olishadi, kimga kerak bo'lsa zakaz qilishni o'rniga. Tak, bu yoqqa endi non. Non yaxshi, yomon emas non. Hidi ham yaxshigina ekan. Yomon emas. O'zimga olib qolsam bo'lardi-yu, lekin mayli, hammasi sotuvga do'stlar, sotuvdan qolganini o'zimiz ishlatamiz. Biramshirini yeb qo'yib kelyapti, chunki kech qornim ochdi. Iloji yo'q. Mana bunday chiroyli qilib terib chiqishimiz kerak. Sizlar esa kommentariyada yozib qoldiringlar. Agarda sizlarda shunaqangi katta do'kon bo'lganda nima qilgan bo'lardinglar? Boshqani yaxshi, mana bularni ham olamiz. Oppa, bo'ldi. Oxirgi nonlarni o'rnatib chiqsak bo'lgani, shu bilan hammasi yaxshi bo'ladi va ertalabdan magazinni ochish mumkin bo'ladi. Undan tashqari hozir srazu qulf o'rnatish kerak. Jitelni uyg'otishga boraman do'stlar, chunki uni chaqirmasak yomon bo'ladi. Bu yerdan hamma narsani ertalabgacha qoqib ketishadi. Tak, bu yoqqa yaxshi. Endi esa olmalarni ham bitta qo'yib chiqish kerak. Agar hammasini qo'ysak, xunuk ko'rinadi. Do'stlar, bularni razmeriga qaranglar. Yo'q, buncha katta ekan. Ha, do'stlar, qaniydi sindosh qizlarimda ham shunaqangi katta razmerda bo'lsa, lekin afsuski, olmalar shaharda pishgan, kimyoviy bo'lib yotgan bo'lsa kerak. Ha, shuning uchun ham bunaqangi katta razmerda ular. Tak, mana bular bu yoqqa, tak, nonlar ham. Tak, stop, do'stlar, bizda xuddi shunaqa nonlarni qilishadi qishloqda. Bular buni qaranglar, kattaroq ekan. Ha, yomon emas. Ha, shahar noni deb sotsak bo'ladi, jitellar olishsa kerak. Agarda o'g'irlab ketishmasa albatta. Xo'sh, bu yoqqa yana shuncha qolibdi. Ha, do'stlar, Vince ishni ko'zini biladi. Bunaqangi narsalarni sotib olishadi, ovqat bo'lsa ham. Ha, u bilan birga bo'lish kerak nima bo'lgan taqdirda. Ya'ni birga bo'lishganda birga ishlash, sizlar o'ylagan birga bo'lish emas. Tak. Yana 3 ta qoldi, bularni ham qo'yib chiqamiz. Narxini ertaga aytishimiz kerak hali jitellarga. Do'stlar, zo'r bo'lyapti. Menga yoqyapti rostini aytsam. Bu do'konda o'zim ishlagan bo'lardim, hech qanaqangi fermerchiliksiz, lekin fermerchilikni ham tashlab keta olmayman, chunki bilmadim, balki do'kon umuman omadsiz bo'lar, odamlarga kerak bo'lmas bu yerdagilarga. Shunga yaxshilab o'ylab ko'rib ish qilishimiz kerak bu yoqqa va mana. Ortib qoldi do'stlar, o'zimga olib qolganim ma'qul shekilli. Bu belgi do'stlar, bu taqdirdan belgi. Mana shu yerda tursin, taqdimga qo'ya olmayapman. Nimaga ochyapti umchka? Oppa, bo'ldi. Mana endi ertalab kelganda nonushta vaqti yeb olaman. Endi esa bo'ldi, qolganini o'z joyida turaversin. Chunki uxlashdan avval mana buni hali ham to'g'irlatmabdi. Mayli, qulfni o'rnatsak bo'lgani. Xo'sh, hozir esa gaplashaylikchi. Ana sotuvchi bilan qani bular uchun qancha pul olarkan endi bilmadim. Masalan, men Rosanim qancha pul oladi? So'ramabmiz-ku buni. Agarda ko'p olsam endi yo'q. Janob sotuvchi, bu puli qancha bo'ladi endi? Pulimi 3000 bo'ladi. 3000 demak. Jindursin, otishma. Hoy, bu men. Vince, baqirmasdan uyingga bor tezroq. Xo'p, yashirinib ol. Men esa hal qilaman. Jindursin, otib tashladi. Shunchaki otib tashladi sotuvchini. Bandit baribir banditligiga boradi-da. Meni ham otib tashlash hech gap emas. Jindursin, $3000 uchun odamni hayotidan juda aqldan olish mumkin do'stlar, shunaqa ham odam bo'ladi. Hammaga salom, xayrli tong do'stlar. Mana bugun do'kon ochish kunimiz. Ozgina kayfiyatim past, chunki kecha nima bo'lganini bilasizlar va nima mashina o'zim hal qila jasadni aytgan bo'lsa kerak. Chinursin. Yo'q do'stlar, buni nima qilamiz endi? Ichi bo'sh ekan. Okey, tak. Buni eshik yopiq. Mayli, hozir mana bu eshikni biror yerga yo'q qilishimiz kerak. Tak, buni esingizdami do'stlar? Ana bu yerda ko'cha boshida xuddi shunaqa eshik turgan edi. Keyin esa uyimizda magazin qurishga narsalar paydo bo'ldi. Demak, Vince yana bir kishini o'ldirgan ekanda. Shu qurilish materiallarini olib kelgan odamni. Chinursin.
Yo, men bunga bog'liq bo'lishni istamayman. Do'stlar, biror nima o'ylab topmasak bo'lmaydi. Qanaqasiga? Nurson do'stimni ozod qildi, demak. Ha, do'stlar, bu oxirgi kun. Ertaga uni topshiramiz politsiyaga. Tak. Do'kon ochilibdi bu yerda. Ha, do'kon ochildi, lekin pullik. Qishloqda hamma narsa umumiy. Men bu yerda yigitlar. Qani, Sotiladi, pulingiz bo'lsa kelinglar. Olmalar buncha katta ekan. Ha, mayli kelinglar-da. Hoppa, Vince bo'ldi, hammangiz tamomsizlar. Nima bo'lyapti bu yerda? Do'kon qilishga keldik. Men sizlarni hozir do'kon qilaman. Kimsan o'zi? Men shu do'konni qaroqchisi, qo'rqchisiman. Bo'pti, ketdik. Davay. Qo'yil. Ko'rdingmi, qanday muomala qilish kerak? Yaxshi ham kamera yo'q, aks holda sudga berishardi, videoga olishlari mumkin-ku. Sen fleshkalarga qara, turibdi hamma narsa. Fleshkalarni ehtiyot qil, xo'pmi? Xo'p, bo'pti, men shu yerda turaman. Mayli, fleshka ichida nima bor? Sen ishing emas. Okey. Qiziq do'stlar, fleshka ichida nima bor ekan, ha? Mayli, o'ylab ko'rish kerak bu haqida albatta, lekin bilmadim, ichim qizib ketyapti, nima bo'lishi mumkin? Balki o'zimiz ochib ko'ramiz, lekin menda fleshka o'chadigan telefon yo'q. Qani? Tak, oddiy fleshka 512. Qo'y joyiga. Xo'p, bo'pti.